nima emish? Bayram ayoli bo'ling. Bayramona shukuhda yuring. Bayramona kayfiyatda yuring. Doim kulib, tabassum bilan yuring. Unaqangi zerikarli ayol bo'lmang. Qiziqarli ayol bo'ling. Doim tabassum bilan shodon kulib, bayramona kayfiyatda, bayramona sharoitda yuring. O'zingizga oro berib, bayramona kiyinib, bayramona ko'rinishda yuring. To'g'ri? Bu zo'r, lekin kechirasizlar-ku, bayramona yurish uchun bayram pullar kerak. Bayramona ko'rinish uchun bayramona sharoitlar kerak. Va yana nima? Eringizga problemalarni aytavermang. Eringizga problemalarni, muammolarni aytavermang. Problemasi ko'p ayoldan beziydi. Problemalarni aytaversangiz, keyin uyga kelgisi kelmaydi, choyxonalarda, ko'chalarda yuraveradi deydi. Unda ayol kishi problemasini, uydagi muammolarini erga aytmasa kimga aytadi? Katta xolasiga aytadimi? Yoki qo'shnisi Eshmatovaga chiqib aytish kerakmi uydagi muammolarni, kamchilik, problemalarni? Yoki ota-onasiga aytadimi? Ikkita, uchta boladan ota-onasi qaysi birini qiladi? Erga aytadi hamma problema, muammolarni. Faqat aytishni ham aytishi bor. Ko'chadan kelishiga tomdan tarasha tushgandek heyo beyo problemalar tasratib sharoitga qarab, kayfiyatga qarab, nastreniyaga qarab turib, sekin aytsa bo'ladi muammolarni. Shuna deb o'rgatsa ham bo'ladi-ku.